Assalomu alaykum qadrdonlar, biz Andijon shahriga kelganmiz. Bu joyda oshxona mebellar ishlab chiqarishar ekan. Aka, mebel to'g'risida o'zingiz bitta ma'lumot bersangiz. Mebellarimiz xudo xohlasa o'zimiz ishlab chiqaramiz. Narxlari ham arzon, sifati ham, sifatlarining mayda-mayda detallarigacha e'tibor berganmiz. Hamma yo'da yaxshi mexanizmlar, yaxshi materiallar ishlashga harakat qilganmiz. Bunimiz uzunligi 280, balandligi 213, tortmalarigacha vakuum mexanizm, eshiklarigacha vakuum mexanizmda qilingan. Orqalari kafet, zavodskiy stolishnica, eshik chetlari qalin PVX rezinoviy kromkada qoplangan, qo'lpislarigacha. Buni narxi vodiy bo'ylab dastavka, ustonovka ichida 3,5 million so'm. O'zimiz olib borib chiroyli holatda o'rnatib beramiz. O'rnatib berasizlar. O'rnatib beramiz. Bu hozir akril materialda deyapsiz-a? Rossiyskiy laminat bu. Laminat. Akrilda ham bor. Akrillarda ham bor. Ularda ham narxi qanaqa bo'ladi? Ularda ham narxi o'ziga qarab, video davomida ko'rsatamiz. Bu laminatlar ham Rossiyaning o'zidan keladigan, teksturasi ham Rossiyada bosiladigan laminatlar. Jigarlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Ko'pchilik buni ko'rib turib, hali rasm yopishtirib qo'ygan deydi. Bu 100% kafel bo'lar ekan. Xo'p, undan tashqari yana qanaqa metr 4'liklari ham bormi? Eng uzuni hozir konvertlarimizda 3 metr, uni u yog'ini ham tayyorlab beramiz zakazga qarab. Zakazga qarab tayyorlab berasizlar. Biz deydi, sexlarda turibmiz. Bu necha metr aka? Bularimiz 280, hozirgi ishda akril varianti. Akrilda ham qalin 1.8 mm lik qalin akril ishlatganmiz. Eshik chetlariga 1 mm lik rezinoviy kromka, qo'lpislarigacha 0.6 mm lik qalin rezinoviy kromka urilgan. Orqalari granit, zavodskiy stolishnica, vakuum mexanizmda 100%, tortmalarigacha, eshiklarigacha gaz ballonga joylari tashlangan, polkalari bor. Chuqurliklari ham past 45, tepasi 30. Zakaz standartlari hamma yo'q bir xil. Ishlarimiz keyin 100% yevro shurupda yig'ilgan. Vichkaga, gazga, moykaga joy qilib tashlangan. Joylari bor. Bularni olib bersa, o'zlaring ustanovka qilib berasizlar. Ustanovka o'rnatib ochib beramiz. Yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Endi ko'pchilik bir xilga odam gaz ballon ishlatadi, bir xilgisi gaz ballon ishlatmaydi. Agar polka desa, polkani ham qilib berasiz. Gaz ballon qo'ymaymiz desa, polkasini qo'yib beramiz. O'zlaringiz yasab berasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka, ustanovkasi mutlaqo bepul. Buni ham bitta ma'lumot bersangiz. Bu ham xuddi shuni 280 varianti, mokri akril, qalin 1.8 mm lik qalin akrillar ishlatilgan, mexanizmlarni mayda-mayda detallargacha originallarini qo'yishga harakat qilganmiz. Xudo xolasa hamma sharoitlari bor, moyka, gazga, vichkaga hamma sharoitlarni qilib qo'yganmiz, sochiq ilgichlarigacha. Undan tashqari olib sotaman, tirikchilik qilaman deganlarga ham kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda chiqarib beramiz, xudo xolasa. Pastda nomer qoldiryapmiz, bemalol qilib chiqaverasizlar. Bunga ham bitta ma'lumot berib o'tsangiz. Buni uzunligi 3 metr, balandligi buni ham 213. Gaz ballonga joylar qilganmiz. Gaz ballon qo'ymasa polkalarni qo'yib beramiz. Tepalari polka, chuqurliklari ham keng, pastlari ham chuqurliklari 45 razmer, tepalari 30, 100% rezinoviy kromka qilingan. Akrilda ham qalin akrillar ishlatilgan, zavodskiy rossiyskiy stolishnica, orqalari kafel, tortmalarigacha vakuum mexanizm, yevro shurupda yig'ilgan 100%. Vodiy bo'ylab dastavka, ustonovka ichida 4 million 100 ming so'm. Buni 4 million 100 ming so'm. Bu 3 metrli variant. Bu akrilda deyapsiz. Akril. Endi buni laminat varianti ham bor. Laminat varianti ham bor. Bu rossiyskiy laminat varianti, teksturasi ham Rossiyani Ultra Decor firmasining birinchi sortli laminatlardan ishlatilgan. Qo'lpis eshiklarigacha. Endi bu akrilga ishlatgan materialda laminatga ham ponni ishlatgansiz. Ponni, mexanizmlar akril laminatga bir xil, original mexanizmlar. Vakuumi ham zo'r ishlangan ekan. Yaxshi vakuumlarda ishlangan. Jigarlar, qayta aytyapmiz. Biz sexga kelganmiz. Bitta ko'rsatasiz akalarimiz. Bugun yakshanba dam olishibdi. Xo'p, battar necha metrgacha bor aka? Puli qanaqa? 2,5 dan 3 metrgacha razmerli ishlarimiz bor. 2,5 li razmerimiz bu eng kichkina, eng arzon variantimiz. Uzunligi 2,5, balandligi 2,13, mexanizmlar original vakuum mexanizmi ishlatilgan. Bularimiz 3 million so'm. Dastavka ustonovka ichida. Endi xuddi shu variantida akril varianti ham bor. Akril variantlarimiz ham bor 2,5 da. Bularimiz akril variantliklari, och seriy varianti, orqalari kafel, zavodskiy stolishnica, 100% vakuum mexanizm, yevro shuruplarda yig'ilgan. Yana bitta mana joyda gapingiz bo'laman, savol tug'iladi. Endi domda yashaydiganlarga qanaqa variant qilib berasizlar? Joyiga qarab yasab ham bera olamiz domga. Agar oldinroq aytsa, imkoniyati bo'lsa, domga olib chiqib yig'ib ham beramiz boshqa tayyorlab. Endi yana bitta savol bo'ladi. Endi misol xohlagan rangida ham yasab berasizlar, pulga qo'shilmaydi. Yo'q, qo'shilmaydi. Ichida o'sha bir xil narxda bo'ladi. Bir xil narxda bo'ladi. Bularga ham bitta ma'lumot berib o'tsangiz. To'liq biz odamlarga ma'lumot bersak, tushunishi osonroq bo'ladi. Buni uzunligi 3 metr, balandligi buni ham 2,13 ga chiqqan. 100% bular ham vakuum mexanizmda ishlatilgan. Svetlari ham hozirgi hadovoy svetlar. Och seriy variantida tayyorlangan.
zavodskoy rossiyskiy original stolishnisalar, orqasi granit, 100% original vakuum mexanizmlardan foydalanilgan, yevro shuruplarda yig'ilgan. Dastavka uстановка ichida bu 3 million 700 ming so'm vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatlarga ham kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Tayyor yig'ilgan holatda bo'ladi. Buni granitda bo'lgan deyapsiz. Bular granit bo'lgan. Endi bunga kafel bosib ham beraverasizlar so'raganlarga. Kafel granitda narxi o'zgarmaydi. Assortimentga ham kafel, ham granit qilib tayyorlaganmiz konvertlarimizda. Bu necha metrli? Bularimiz 280 lik. Bularning orqasiga kafel ishlatilgan. Xuddi shuni. Bular 280 uzunligi, balandligi 213 ga chiqqan. 6 seriya variantida bo'lgan. 100% vakuum original mexanizmlar qo'yilgan eshiklarigacha. Chuqurliklari 45 ga 30. Bularimiz vodiy bo'ylab dastavka uстановка ichida 3 million 500 ming so'm qilib beryapmiz. Bu 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming so'm. Xo'p, jigarlar, ulgurib qolinglar. Pastda nomer qoldiryapmiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkalari hamma yo'q ichida bo'ladi. Chiroyli qilib xonadoningizga yetkazib berishadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.